Baxtingdan ochaymi, taxtingdan ochaymi deb uyimizda eshigini tagiga bitta lo'li kelib qolsa aytardimki, agar meni baxtli qilib yubormoqchi bo'lsang, shu yo'ligimizdagi hamma zapchastlarni yo'qotib bergin, uyimizda chehrasi ham, meni chehram ham ochilsin deb yuborardim. O'zi aslida 20 kun oldin xo'jayinimiz zapchastlarga umuman qo'limni tekkizmayman deb o'zimga o'zim va'da berdim. Sababi yig'ishtirganimda 4 ta eng kerakli bo'ldi, kerak emas bo'lsa kerak deb o'ylab musorga tashlab yuborgan ekanman. Uni topib qo'llariga bergunimgacha uyimizda 8-jahon urushi bo'lib, meni butun tanamdagi qonimni qaymoq qilib yeb olgan edi. Lekin ko'rganingdek baribir gapda turish iloji bo'lmadi. Sababi qo'li ham yoyilib ketgan, ham yaqinda xudo xohlasa hayit ayyomiga ham ozgina qoldi. O'shaning uchun hamma uylarning generalniy уборкасini qilganda ikkinchi yo'ligimizni ham paratkalab yig'ishtirib qo'ymasam bo'lmas edi. Lekin bu safar ishim ustasi bo'ldim. Har bitta zapchasani bitta joyga yig'ib, hamma bolt-motlarni chelakka solib bitta joyga qo'yib qo'ydim va bu tozalash ko'ngildek bo'lib o'tdi. Qo'llarni paratkalab sipirib bo'lgandan keyin bolajonlarning hamma mashinalarini Timsonning gelida ko'pirtirib yaxshilab tozalab yuvordim. Agar ko'pirtirib ish qilishni yaxshi ko'radigan ayollar bo'lsa, albatta uylarga bitta Timsonni gelidan olib qo'yinglar. Ham zo'r ko'piradi, ham tozalab yuvib beradi. Kami to'yini arafasida qizli uyimga tez borayotganligim uchun ko'zga ko'rinadigan ishlarni qilib, kelinli uyimda tezgina ketayotgandim. Endi o'shaning uchun hayit ayyomiga hamma mayda-chuyda ishlarni ham qilib, musor idishlarni ham tozalab oqartirib yuvoldim. Hayit ayyomigacha xudo xohlasa, butun hovlini generalniy уборкасini qilib olaman. Aytgancha Timsonni geli yoki umuman olganda Timsonni mo'shi sredstwalarini Uzum Market, Yandex Marketdan xarid qilsangiz bo'ladi. Do'konligida ham juda ham ko'p assortimentlar bor. Bonuslari ham albatta bor.